Salomat bo'linglar, charchamanglar, yaxshi yetib xudo xolasa. To'ylar muborak bo'lsin, rahmat. Xo'p, o'rtoqlar, aziz kuzatuvchilar, bitta narsani aytib bermoqchiman. Gulmira opa, sizga bitta savol bersam maylimi? Mayli. O'tgan kunlarda o'qiganmiz. Ha, o'qigan. O'tgan kunlarda kim yozgan? Abdulla Qodiriy. Abdulla Qodiriy. O'tgan kunlarda kimdir kitobini o'qigandir, kimdir filmini ko'rgandir. O'tgan kunlarda men seni sevaman degan so'z ishlatilganmi biror marta ham? Yo'q. Yo'q. Sababi muhabbat Alloh berilgan qalbda mujassam bo'ladi. Ana shunaqa muhabbat yoshlarimizni qalblariga mujassam bo'lsin va umrining oxiriga qadar bir-birini sevib, ardoqlab yashashlikda Alloh nasib qilgan bo'lsin. Bugungi to'ylar muborak bo'lsin. Ilohim, rahmat Husnijon. Juda ham ajoyib gaplar bo'ldi.